Abdurshad? Abdurshad? Abdurshad qilinglar. Bundan numarimni e'lon qilyaptimi? Abdurshad? Voy qilinglar. Bolang chaqqan. Navaqlab bizning numarini e'lon qilib, nega bordinglar? Nega boradim adash? Mana shu Navro'z bayramiga qatnashaman deb aldirab yugurib yo'lda chataq chiqdinglar. Qanday chataq chiqdi? Qanday chataq chiqardi? Shu mayonni o'tirib kirib qolibganman. Qatnash soqchilari tutib olib, ozma emas 5 koy paka oldi aynan. Jurmana. Voy ag'ina. Takan asmo bo'libdi. Lekin biror vaqa chiqmadi obdamobdi. Birodar, sizlarmi anda yo'lning o'tirib kirib olg'ich bir o'ng qo'lni bismang olmasmidi? O'ng qo'lni? Ha. O bugun bayram bo'ldigan turib sol turib tursan. O'ng qo'lni bismanmanmi? Bu o'zimning ishi. Ag'ina, sizlar anda tartibxonaga yaqinmanglar. Oldin kuni yakan kappoqchi eliq agilish to'qmishli bo'lgan. Eliq vaqa yodingda bordi? Ha, yiliq to'qaydi-kan. Ha, balle, eliq mashina bosgan vaqa. Voyjon, demanglar adash, demanglar. Rahmatlikning mangasidan qatiqqa chachirib chiqdi. Shunday adash. Beshini mijib allatida qilib qo'yibdi aynan. Ay, bechora rahmatlik qanday qilib o'lganda? Nim bo'lib o'lganda? Egarkim sop biz qo'ramliq yashib ketgan. Shunday ag'ina. O rahmat ukunisi qattiq yashaymiz deb ishki to'ssa ishib, velosipedga minib, muhabbatini keyniga ilib, cho'ng yo'lni kesib, so'l qo'lni besib, Misha o'stan taraf qarab yo'l sapdi. Voy, kechlik o'stan saylasiga keldinglar? Heppalle, shunday. Mana shunday. Anamisan? Meni keynimga. Ma'qul. İki yarım var benim zihnimde oltora. Aldımdaki Ayşem Gül, keynimdeki Aytora. Ay siganişke, siganişke. To'xtanglar. Nima dedinglar? Oldimdagi Ayshamgul, keynimdagi Aytura. Men Aytura emas, men Abdurshid. Voy, sizlar Abdurshid lekin Ayturani rolini o'tyapsiz emasmi? Keyin qanday bo'ldi? Qanday bo'ladi? Velosipedning rolini tutmang bir. Keyniga odam mindiring 2. Ketib borgan mashinaning ko'zib qo'ysang 3. Konishardan chiqib Yangisharga qayriladigan dalo oldidagi O'rgilvoyga kelganda Cho'rgilvoydan chiqib kelib tizkilayotgan mashina. Yuz beribdi shu yerda bu qatorli kashilar. Yana-chu, muhabbati darhol tushibdi saklab. Bu yigitni mashina bisopda ashundaq desa. Bechora rahmatlikninki xushallig'i matamga aynib tudanglar. Shunda. Bu olamda uchrashamay, u olamda uchrashdigan bo'pti. Ag'ina. Muhabbati u yigitga yig'laganda? Nadiki ne? U qiz chaqmanda aqdi. Qanamisa ishlaydi. Voyjon, endi men qanday qilaman? Voy Iset. Istar. Voy, G'ayratjon, o'rningizdan tursingiz-chi. Men bilan doktorga asta birga yursingiz-chi. Turing o'rningizdan. Voy, turing. Voy, mushukni sog'lig'i yotibgan kishi. Voy Saqal, bizlarga yordam qilsanglar-chi, bunday qilib qarab turmay. Obdan. Voy, sizlarda lepon yo'qmi? Baba. Maqsiya yutib ketasiz-chi. Voyjon, bu qirq odam degandan lo'sh xudoy shunday. Hey. To'xta, bu yoqqa keling. O, yigitingiz o'lavyapsiz, nega borsiz? Yigitim, u o'zi tirik yigitlar to'lg'u. Hey, qizchaq to'xta. Nima deyapsiz? Ha? Qizchaq? Nediki o qizchaq? Biz eli qizonni oldimiz. Mana shu qizchaqni davdimi? Ha, xapmisan bo'ldi. Hey, ag'ina qaranglar. Ha? Ana eshak arrusi mayolga kiryapti. Qanday qanvaqtida qaydiqmaydigan ha? Nima? Bu mayolda armonsin bo'pti. Arvidiga yo'ldan mangmay nadmangada adash. Ag'ina, sizlar yana qanlashma gapni qildinglar. Sizlar bilmaysizlar. Texi yaqinda mushu tupaydan ig'ir vaqa ko'rildi. Qanday vaqa? O'tgan bozor kuni yizdan kirgan bir ayol ko'ndirmagan kalisa arvi qitib, cho'chiridek tutqolsa arvi chiqarib, o'zi eng kichik bolasi quchqiga gelib, allay etib, balasi uxlatqishi o'zi uxlab qoldi. Astagfirullah. Ag'ina, bo'ldi. Arvini kimga o'sh qilibdi-kan? 8 yoshlik bir qiz olsa debdi. Ay, kichik bolaga ma'ruf tuzamdik-shi. Shunga deyman. Shu cho'ng ko'chining o'ttirisida odam toza to'plashgan joyga kelganda bir mashina kelib signal beribdi. Eliq arvini ko'ndirmagan shapchakni urib ketib, Voy,
Trompetni shundoq ko'chini chapiraqlab, dog'chining dukunni, yigitlarning cho'kinni, tashmakchining tashmikini, gulchining tashtikini, oshpazning kapsini, harrukashning mapsini, lampungchining g'oltikini, marajchining kaltikini, igizning taqimini pakana biqinni o'qishdi. İgizning taqimini pakaning biqinni. Ağayna. Eli Harvudagi balla qandaq bo'ldi? Qandaq bo'ladi? Biri Yangi shaharda, biri Ko'ni shaharda, birisi Qozon bozorida, yana birisi Qasqon bozorida xuddi puchuq suvatdan petingan to'kilgani to'kilib yig'ilishib qoldi. Voy bechora balla. Demak ağayna shahar ichidagi cho'ng ko'chalarda harvaydimisi bo'g'idek. Shunda cho'ng yo'lni mashina bilan motochiga tashlab berayli ağayna. Birodar, qatnash qoidasi bo'yicha elib aytgandimi, cho'ng kichik traktor va avtomobillarni shahar ko'chada qatnash ruxsat qilinmaydi. Shunda cho'ng ko'chada yo'lni to'sib to'xtatib qo'yishda ham bo'lmaydi. to'g'ri aytdingiz. Shahar ichiga kirganda yuqur ovozda laba bismishga asm yo'l qo'yilmaydi. Shunda. Yana undan boshqa belgilangan suratni tez haydashga yo'l qo'yilmaydi. To'g'ri aytdingiz. Biroq ağayna Moşu motochi minganlarning belgilangan surat bilan faqatli kar yo'qmi? Balkim ularni azra saqlab qolgan bo'lsa kerak. Shunda u dunyodan keladigan zipiyonni talashib, shunda tizmonatga o'xshaydi ular. Bilimida bog'lanmay. Ular motochini shuncha tuzay deb, qirg'anlar bilan kichik bolalarni qo'rqitib, xuddi qochqini sog'idek alfozda haydigili, ularning nima jiddiy vazifasi borkini? Ag'ina, ularning hech bir jiddiy vazifasi yo'q. Ular ya jiddiy vazifa tutayotgan soqchi emas. Ha shunda yoki pochtalim emas. Shuni dangla. Ular faqat kishilarga o'zining boy ham nochiligini, yo'g'on narsaga mindim ko'rdingmi deb pochiligini ko'zish uchun ashundaq tizay deb kishilarning qarg'ish nafratiga uchraydi. Shunda ular motochini ana ashunda tizay deganda odamlarning qo'michoqda qichiyotganligini ko'rib, balki huzurlanish kerak ag'ayna. Birodar, kishilarning qarg'ish nafratimi bir gap. Muhimi ba'zilar 7-8 ming ko'y xajlab havasga motochi oldi-yu, lekin qatnash qoidasi xilop qilib o'zining chiniq zamin bo'ldi. Shunda motochi minganlarning ba'zisi ozgal tormoz, terek tormoz, tam tormoz, stolbu tormoz, odam tormoz qilgandan boshqa, yana sopak tormoz, aru tormoz, mashin tormoz qildigani. Dangla men anglamagan tormoz ekanman va. Yani ba'zilari mashina bilan yo'l talishib so'qilib o'lib ketishga rozi-ki, 1 minut ostida menga bexatarlikni qo'llash qilchi rozi emas. Shunda aql masalan. Buningda bir kunisi bir nocha avtobusga o'tib, po'chilik qilib bir qo'lni aynakdan sirib chiqarib o'ltiribdi. Ey, chataqibdi dema adash. Qarshi tarafdan kelgan yana bir yuk mashinasi sirib chiqargan qo'lni og'ashga tutdi. Allah shani. Demek o'zi avtobusni qopdi, qo'lni kagingga pishman qilib qor mashinaga chiqib qaytib ketibdinglar. Shunda qadash, qo'lning ishib qaytib ketib qoldi o'g'ay. Yap turib banglaşligini qo'li cho'loq opdi-da. Yana-chu. Yana ba'zilar aroq ichib, cho'ng ko'chida meditsina ichib, mashina haydab ketayotgan shofirga zotali qilib, qatnash qoidasi qilib harakatlarni qilmoq. Shunda qadash. Yana uning boshqa ba'zi shofirlarda mo qisman xato illatlar mavjud. Shunda. Masalan, ularda aroq ichib mashina haydaydigan, yo'l talishdigan, shahar ko'chada tizayda po'chilik qildigan. Kepengiga nurmadan ortiq odam silib nochilik qildi. Yaşanganlarını ilib olmay, yaşlarını ilib oldigan. Anıs tostu toxtamay, qizi tostu toxtaydigan ishlar bor. Shunda qadash, shunda. Bir kunisi bir yaşangan ayol yizidan shahar kirish to'g'ri kelib, bir necha qizlar bilan bir quruq qor mashina to'sibdi. Ana, mashina kelib qoldi. Voy, hocam balam. Hocam, lapag'isi ortiroqmi to'xtatmaydi, xuddi ko'sh qilib bizimizda xuddi. Hocam balam, menda qirg'an ojiz onalarni ishi bazog'ichi mashinalarga chiqib oldi hocam balam. Ay hocam balam, men yosh kirali balam, ko'plab ketali iziz balam, men bir... Olmaydi. Yo'l boshlasizlar. Oy şoför balam, men... Olmaydi. Közler, meni kerekiyordu o'g'ay bu yigit. Oy xalran. Oy qizballar. Aqashlar kelib to'sab baqsa, meni ilib olmagan bilan o'zini mashinasiga chelib olarmikan? Andive. Oy chiroyli yigit, meni mashinalarga bir silab olmamlar. Oy, kelsa. Şoför deganda çok bilmaymiz. Oy. Qanayam? Cho'ng bilasiz bilmamlar. Biz esqatamiz bunda. Oy.
Andak olsa kepingiga chiqsa, emralik yaramla. Uy, yaramamdigan. Kesamisa, kesa kepingiz. Kesa. Amada kesa bunda men edeymez. Kesa. Kesa. Ha. Hocam. Ha. Mağamda. Mağalın. Mağda kamisa? Uy, ustam asura kudu hocam. Adam neyle aldığı ile kendini sırf başında. Bana akıllı doğru. Vay yedi kuvvetler. Malum şunda arkadaş. Ağine. Şunda kılıp bu şoför ustam eleki kızalını maşinasına çıkarıp ep gitti. Şunda. Iyilik momay izzat atqanlığın açı gazap kep ketdi. O mamay özünü bizi olanmay şoförge işidi birinin dep gitti. Şunda. Ay, aşık kırıgan ayağını ilip algan bolsa elbet ağine. Manım şunda. Demek ağine, şoförlü yol yürgende şununla dikkat kılış gerek ki, jüp üstüge adam almaslık. Şunda. Kepingige nurmadan artık adam sanmaslık. Yani şununla dikkat qilish kerak ki, çırakları toluq, rol torumuz saq bolmasa yol yürümaslik. Şunda, öz ara yol talaşmaslık. Yük bilen adamni aralashtirib basmaslik. Velosipedler onu tutmaydıgan. Qatnash qoidasini uqmaydigan. Aldı cazığı adam atıdıgan. Keyin tarafga arıq atıdigan. Uşak ballı koçulardı birbirini kovlaydıgan. Yol yürgende cho'qirishib tovlaydigan. Küçük ballı toçegi yamışdıgan. Ballarni boshqarmay ko'chig tashilchidigan. Uşak ballı maşinağı taşatıdıgan. Şoförlar ayollar qaşatıdigan. Arı keşle yolda gidip ötüp uxlaydıgan. To'g'ri kesib yo'l ustida to'xtaydigan ishlarni qilmaslik kerak. Şunda, kozu kündü sunmaydı. Bala qaza ko'rinib kelmas put qo'lni sangiltib degandek, Katnaş kaydisiga rioya qilmaganda. xalqning hayoti va mol mulkining bexatarligi kafolat qilib bo'lmaydi. Şunda, Bexatarlik birinchi.